nima qilsam ekan, borib haqiqatni aytsammikan? Qizim bechora butun umr yolg'onning ichida yashaydimi? Xo'p, aytdim ham deylik. Keyin nima bo'ladi? Ajrashgan qizimni 3 bolasi bilan qayerga olib kelaman? Bir kun ham ishlamagan bo'lsa, bu yerda o'g'limni ahvoli bu, ro'zg'or haliyam o'zimni gardanimda. Yo'q, kuyovim bolalarini tashlab qo'ymas. Lekin qizim nima qiladi? Kim erkaliklarini ko'taradi? To'kin sochin hayotga o'rgangan qizim bu yerda qanday yashaydi? Ha, kuyovim to'g'ri aytdi. Aytganini muhayyo qiladi. Urmaydi, so'kmaydi. Xudoyim, o'zing insof ber.